Hammaga assalomu alaykum. Telegram sovg'alarda oldi-sotdi qilib pul ishlashni davom etamiz. Bugun biza Git Games haqida gaplashamiz. O'tda aynan so'qqa qilish haqida gaplashamiz. Bugungi video ham NFT konkursli bo'ladi. Yutgan odamga o'zimdan NFT bitta sovg'a berib yuboraman. Shartlari qanaqa? Sizlarda video bo'ladi ekranda. Mana shu video davomida o'sha yerda men juda bitta katta kulgili xato qilganman. O'sha xatoni birinchi bo'lib topib kommentariyaga yozgan odamga NFT sovg'a beraman. Hammaga katta rahmat. Boshlaymiz. Videoni shu joyida bizning Telegram kanalimiz haqida gapirib bersam, chunki baribir ham asosiy Twitch bizning Telegram kanalimizda bo'lib o'tadi. Genius Trade Project bu yerda bizning loyihalarimiz hammasi mana shu yerda yig'ilgan. Genius Trade kanal o'zi hamma video chiqayotgan NFT konkursli bo'ladi va kanalni o'zida ham отдельный konkurslar qilib turamiz. Genius Trade Group bu bizning chatimiz, gaplashish uchun. Market bu yerda o'zlaringiz NFTlaringizni sotuvga qo'ysanglar bo'ladi, o'zlaringiz bilan oldi-sotdi qilishingiz uchun. Servis bu yerda bizga garant xizmatlar kerak bo'ladimi? Starsmi, premiummi, boshqa narsa nima yordam kerak bo'lsa o'sha yerdan. Store bu yerda faqat bizadan bo'lgan NFTlarni sotib olsanglar bo'ladi. Xo'jayin bu o'zimning profilim va bu knopka eng muhim knopka. Shunday bosib olsanglar bizning hamma loyihalarimiz bittada sizlarga qo'shiladi. Hammaga katta rahmat. Videoni davom etamiz. Videoni сразу же xitoyliklardan boshlasam. Nima uchun desanglar, chunki Git Gamesda обычно xitoyliklar va puldorlar sotib oladi Git Gamesda. Masalan, mana bu Partals bor, MRKT bor, Tunnel bor, to'g'rimi? Off-chain sotuv platformalari deylik. Bu yerda masalan oddiy odam ham o'sha yerdan oladi ko'pincha. Lekin xitoyliklar sizlarga сразу aytaman, ular mana bunaqa har xil MRKT nima bilmaydi bular, Partals nima deganini bilmaydi, ular Git Games nimaligini biladi. Git Gamesga kiradi, o'sha yerdan qimmat bo'lsa ham oladi. Eng muhim narsa shu. Nima demoqchiman? Bu bilan biza Git Gamesda giftlarni qimmatroq sotsak bo'ladi. Даже mana shu oddiy, даже bozordan любой narsani bir xil narx deylik, bitta narsa. Git Gamesda sal qimmatroq yuradi, lekin oddiy Tunnelda, MRKTda, Portalsda sal arzonroq yuradi. Chunki mana shu bitta xitoylik bilan variantni ko'rsatsin sizlarga. Misol Podarkalarga kiramiz. Mana bunaqa eslaringizda bo'lsa, menda bunaqadan kulondan 3 ta bor edi, Moonpend'da 3 ta. Mana shu 3 taligi narxi 30 necha tonlarga sotuvdim, 34 tonlarga. Bu har bittasi 11 tondan ko'proq tushyapti, har bittasiga. 11 tondan ko'proq tushyapti. Kanalimda gapirib o'tdim, esimda topsam o'z ko'rsataman. Mana topdim. Mana 35 ton ekan даже. 34 emas, hatto 35 ton ekan. Mana xitoylik olgan. Bundan oldin yana bitta. Mana bu misol. Bu ham adashmasam xitoylikdan oldim. Bu ham arzon gift. Buni qaranglar. Har bittasi 11 tondan tushyapti. Sizlarga hozir mana shu giftlarni o'zining narxini ko'rsataman. Ko'rib prosta hayron bo'lasizlar. Mana 33 tonga sotiluvdi. Mana skrinshotlar bilan ko'rsatib qo'yganman. Mana shunaqa amuletdan 3 ta edi bandalda. Hop, bandal o'zi nima? Bitta sarga tushuntirib o'tsam, bandal degani mana shu любой bironta giftni sotmoqchi bo'lsanglar, u bir oziq emas, bir nechta giftlarni qo'shib turib sotishlaringiz mumkin. То есть 3 ta bir xil fonli, bir xil gift yig'sanglar, o'sha qimmatroq sotishlaringiz mumkin bo'ladi. Сразу же mana shu joyning o'zida mana Portalga kiryapman. 9 ton turibdi. 9 tondan dashi olsanglar ham qimmatroq sotgan bo'lasizlar, chunki u 11 tondan ham qimmat tushgan. Chunki 3 tasini 35 ga sotyapman, 3 tasini. Bu yerda bittasi 9 tonga turibdi. Bu ham lekin qimmat. Bu narx realni aytaman, qimmat. 9 ton. Nima uchun desanglar, shunday kirsanglar mana. Shunday kirsanglar mana. 22-iyunda narxini qaranglar. 6 tonga atirga sotilgan. Buni qaranglar, narxlarni qaranglar. 12-chisloda mana qaranglar. 4,5 tonga sotilgan. Даже 7 tonga masalan olib qo'ysanglar ham, narxini tushirgan deb, keyin 5 ga tushgan, keyin 4,5 ga tushgan. 4,5 ga keyin olingan. Tushirmagan, offer berishgan, 4,5 ga сразу olib qo'yishgan. Nima demoqchiman? Narxni ko'ryapsizlar. Asl narxi bu sovg'ani. Mana shu 6 ton deb olsanglar ham anchagina foyda qilyapti. Mana 35 ton kelasi. Yana bitta misol. 24-iyulda bo'lgan, yaqinda. Tort bor edi, 4 ta tort bor edi. Mana 1. Mana 2, ikkinchisi. Uchinchisi va 4-tinchisi. Tortlarga floor 4 ton. Men 4 tasini 5 tonga sotganman. To есть har bittasidan почти 1 tondan plyus deb hisoblaylar. Eng muhimi bu hammasi emas. Chunki Git Gamesda faqat sovg'alarni, bandllarni qimmatroq emas, даже oddiy sovg'alarni ham, mana oddiy sovg'alarni ham qimmatroq sotsanglar bo'ladi. Mana bu sovg'a, ne ko'rsanglar, tushunadigan odamlar bo'lsa agar, mana bu jar redki model emas bu.
Shu joyda mana shu sovg'ani o'zini keling men sizlarga ko'rsatay. Necha pul turadi bu? Mana sizlarga misol. 21 tondan sal qimmatroq turibdi, lekin bunday qarasanglar, mana istoriyaga kiramiz. Mana 24 tonga sotilgan. Endi to'g'ri, ba'ni aytishlaringiz mumkin, tipa Sandrofoning salgina такой qimmatroq deb aytishlaringiz mumkin, lekin baribir ham ja katta farq qilmaydi va buni men 21 tonlarga plyus minus oluvdim. Mana sizlarga полностью istoriya kelib chiqsin. Mana 22 tonga sotilibdi, 21 ton, mana ko'rsanglar 20 ton, 21 ton. Mana. Mana 20 ton. Iyul bu, iyul, 12-iyul. 2 hafta oldingi narsa. Mana. Manikiga o'xshagan вообще 19 so'mga sotilibdi. Mana oddiy misol. Ko'rasizlar. Nima demoqchiman? Getgamesda anchagina qimmat sotsanglar bo'ladi. Lekin bu degani hammalaringiz olib Getgamesga borib sotinglar degani emas. Chunki bir xil sovg'alarni Getgamesda emas, oddiy sotganlaringiz ma'qulroq. Endi bularni sekin-sekin vaqt bilan tushunasizlar. Bittada hozir hammasini tushuntira olmayman, video ko'p cho'zilib ketadi. Keling, Getgamesda qanday sotish haqida gapirib bersam. Birinchi bo'lib hamyonni ulash kerak. Mana подключить кошелек. O'zi men rostini aytaman, kompyuterda emas, buni hammasini telefondan qilaman. Chunki men yo'llarda bo'laman, zalga chiqaman, basseynga boraman, bilmayman. Konfliktim borda mana. Ko'pincha men ko'chada bo'laman, yo'lda bo'laman, bilmayman. Qayerdadir bo'laman, masalan, bo'lsam ham telefondan qilaman demoqchi. Uyda o'tirib, kompyuterni yo'qib olib, bu yerda unaqa qilib o'tirayman demoqchiman. Tushuntirib bildim deb o'ylayman. Chunki bunga ko'p vaqt kerak emas. Telegram sovg'alari bilan oldi-sotdi qilib shug'ullanishga, pul ishlashga. Realni aytmayman. Telefonni olasizlar, tam kuniga bir necha soat. Baribir ham adding xuy Instagram ko'rasizlar o'sha vaqtda. O'sha Instagram ko'radigan vaqtlaringizni mana shunga bersanglar, bundan pul ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib hamyonni ulaymiz. Подключить кошелек. Bu yerda men telefonimdan skaner qo'yaraman, o'zi avtomatik kirib oladi o'zi. Mana avtomatik kirdi anaqamga, profilimga. Mana bu meni ikkinchi asosiy profilim. Mana istoriyaga kirsam, mana o'sha roza 25 tonga sotilgan. Xo'p, endi nima qilish kerak? Mana bu 3 ta nuqtani bosasizlar, bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana Telegram profilim ulangan, xo'jayin. Sizlar ham o'zlaringizning telegramlaringizni ulab olishlaringiz kerak. Nima uchun desanglar, qaranglar, bu yerda bizda ikki xil podarkalar bor. Masalan, on-chain podarkalar bor. Masalan, mana bu shlem, mana bu bloknot, on-chain turibdi. Mana bular esa mana tort, off-chain, mana bu kalendarlar, off-chain, mana bu tortlar, off-chain. Chunki off-chain sovg'alar uchun Telegram kerak. Birinchidan kelinglar sizlarga tushuntirib o'tsam, off-chain bilan on-chainning farqi. On-chain degani sizlarning Telegram sovg'alaringiz blockchainda degani. Off-chain bo'lsa Telegramda deb aytadi. Tushunasizlarmi? Telegramda. To есть blockchainga o'tkazilmagan. Masalan, mana shu shlem. Bu shlem masalan mana Telegram profilimda turibdi. Lekin degan joyi bor. Mana bu ko'rsanglar bo'ladi, hamyonda turibdi. Hamyonimda. Lekin Telegramda ko'rinib turibdi. To есть men ham sotuvga qo'yganman. Ham o'sha vaqtning o'zida Telegramda turibdi. To есть Telegram profilimda ko'rinib turibdi. To есть nima demoqchiman? Masalan, oddiy sovg'ani on-chain sotmoqchi bo'lsanglar, Telegram sovg'alaringizni o'tkazib berishlaringiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? MRKTgami, Partaxgami, Tunelgami farqi yo'q. Va sizlarning profilingizda ko'rinmaydi, to есть ketadi profilingizlar. Bu yerda esa bitta joyda ko'rinib turib, masalan, meni profilimda mana shu ishlamim turibdi. Ko'rinib turib ham blockchainda ham sotilishi mumkin. Mana bu bloknot ham turibdi. O'zimniki. Arendaga emas, yo boshqa narsa emas, endi bir xilla bunaqa narsalarni ko'rib arenda deyishadi. Men просто hayron qolaman-da, вообще реально. Dalva yo'qmi bular biladi, ya vahvoy просто-da. Men tupoy emasman endi, to'g'ri, endi ular tupoy. Lekin bu yerda buni qaranglar-da, qanchalik zo'r narsa. Men ham profilimda turibdi bu sovg'alar. To есть meni taniydigan odam, biladigan odam biladi. То что men NFT sovg'a, mana shunaqa giftlarni sotaman. Olmoqchi bo'lsang, shunday profilimga ko'rib, shuna qarab chiqib aytish mumkin. Bahrom, menga bunaqa podarka kerak. Yoki profilimdan ko'rib aytish mumkin. Menga masalan mana bu babichkang yo'qdi deb aytish mumkin. Mana shu kapeliging menga yo'qdi deyish mumkin. Men nima qilaman? Shunday Getgamesga o'taman, Getgamesdan shunday admin qilaman va bunga olib beraman. To есть shunday bunga o'tkazib beraman demoqchiman. Ikkita joyda bir vaqtda reklama bo'ladi demoqchiman. Muhim gapim shu. Kelinglar endi osondan boshlasam. To есть off-chain sovg'alarni sotish. To есть off-chain o'zi nima uchun kerak? Bundle qilish uchun on-chain sovg'alar bilan bundle qilib bo'lmaydi. Eng muhim narsa shu. To есть bundle qilmoqchi bo'lsanglar, sizlar sovg'alaringizni berishlaringiz kerak. Off-chain bo'lishi kerak sovg'a. Eng muhim narsa shu. Mana bu Getgamesning o'zini boti. Mana ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana Getgames. Bu ham xuddi o'sha sayt. Anda bosib olsanglar, xuddi o'sha saytning o'zi chiqadi, faqat Telegramda qulay qilib yasalgan.
Telegram bot bo'lib ochiladi. То есть отдельно Chrome'ga kir, brauzerni och degan narsa yo'q, shuni Telegram botni o'zi. Xuddi o'sha. Mana bu narsa bor, xuddi shu narsa. Xuddi shu GetGames, faqat Telegramda, Telegram bot. Shuni bossanglar ochiladi. Off-chain sovg'alarni sotish uchun sizlar sovg'alarni GetGamesga o'tkazib berishlaringiz kerak. Mana bu sovg'a. Bu sovg'ani men GetGamesdan oluvdim va Amerikada borib sotuvdim. Eslaringizda bo'lsa, buni ham o'tgan videoda video qilib aytuvdim. Как раз mana shuni foydasidan sizlarga ana u o'tgan rozыгрыш bo'ladi-yu NFT'li. Mana shuni foydasidan qilib beruvdim sizlarga как раз. Mana shu sovg'ani arzon oluvdim. Shuni Amerikada kirib, shuni qo'yuvdim. Shuni sotildi. Shuni o'shani pulidan sразу sizlarga NFT konkurs qilib yubordim. GetGames Relayer degan botimiz bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda podarkalari ham juda ko'p. Bunga o'zlaringizni podarkalaringizni tashlab bersanglar bo'ladi. Lekin sразу aytaman, bu yerda off-chain sotish. To есть blockchain bilan emas, bu yerda ja qimmat sota olmaysiz. To'g'ri, sotish mumkin, qimmatroq ketadi, gap so'z yo'q, lekin baribir ham bu ja qimmat narsalar uchun emas, mo'ljallanmagan. Lekin eng katta plyus joyi bundlelar. Mana eslaringizda bo'lsa, mana bu 3 ta kulon, mana bundle qilib sotilgan mana bu 3 ta narsa eslaringizda bo'lsa ko'rsatuvdim. Bu ham bundle qilib sotilgan. Bundle qilib sotish uchun eng zo'r joy mana shu GetGamesda off-chain podarkalarini shuni o'tkazib berasizlar, bo'ldi. Keyin saytiga kirasizlar. Saytda bu yerda ham bunaqa knopka bor. Shuni bosinglar, bir vaqtning ichida bir nechta sovg'alarni tanlasanglar bo'ladi. Bunday qilib ustiga bosib, faqat sразу aytaman, yana bir marta aytaman. Off-chain sovg'alar bilan yig'ib, keyin создать bundle degan knopkasi bor. Shuni bosinglar, bo'ldi. Endi bu yerda net подходящий NFT deyapti, chunki bu уже bundle bo'lgan. Men hozir tanlagan narsam, mana bundle ga kirsam, mana mana bu bundle maniki, mana bu bundle maniki ko'rasizlar. Ikkitasi mana qarang. Bu yerda o'zi ko'p emas. Tepada ana bundle ga kirdim. O'zi bu yerda ko'p emas. Qaranglar, 1, 2, 3, 4, 5 ta bundle bo'lsa, 5 tadan ikkitasi maniki. Ikkita bundle, ikkita kolleksiya o'zimga kelgan. Bittasi 4 ta to'rtdan va bittasi kalendardan. Bu yerda masalan bostinglar, tanladinglar, sozdать bundle'ni bosdinglar. Bu yerda narx chiqadi. To есть narxini qo'ying deb chiqadi. Narxini qo'yganlaringizdan keyin, masalan, deylik, ikkita sovg'alaringizga bilmayman, qanchadir yozdinglar narxini. 10 ton masalan. O'sha knopka bor подтверждающий. Bosganlaringizdan keyin сразу же telefonda bo'lsanglar, hamyonlaringizga olib o'tadi sizlarni. Hamyonlaringizda shuni подтверждать qilib yuborsanglar, tranzaksiya bo'ladi. Tranzaksiyani shunday подтверждать qilib yuborsanglar, bo'ldi. O'sha vaqtning o'zida bundle bo'lib chiqadi. Mana GetGames asosiy sahifasi mana bundle'da sizlarniki anaqalardan chiqadi. Sovg'alari mana shu yerda chiqadi. Va bu yerda My Bundle degan joyi bor mana tepada. Shuni bosib olsanglar, faqat sizlarniki chiqadi. Mana ikkita bundle meniki. Bundle'larda konkurensiya kam, juda kam. Shuning uchun bundle'larda addushi soqqalarni qo'yib, qilib qimmatroq bemalol sotsanglar bo'ladi. Bu birinchi variant edi. Kelinlar endi ikkinchi variantga o'tsam, ikkinchi variant qanaqa? Bu on-chain sovg'alarni sotish. To есть blockchainga bularni o'tkazish kerak. Keyin уже sotuvga qo'yasizlar. Buning uchun nima qilish kerak? Profillaringizga masalan o'tdinglar va bironta sovg'a tanladinglar. Передать-ni bosib turib, отправить через blockchain knopkasini bosasizlar. Telefondan bilan narsa hammasi. Sразу aytaman, telefondan. Kompyuter kerak emas. Telefondan ancha qulay. Parolni yozasizlar bu yerda, облачный parol, подтвердить. Va sizlarni sразу же bitta brauzerga olib o'tadi. Bu yerda sizlardan muhim qiladigan ishlaringiz, va bu GetGamesga ulangan hamyoninglarni bu yerga ham ulash kerak. Hamyonni ulaganlaringizdan keyin mana bunaqa chiqadi. Mana chiqdi. Bu yerda muhim narsa. Mana bu yerda bitta значок bor. Keep the gift on Telegram. To есть Telegramda sovg'ani saqlab qo'yish degan knopkasi bor. Mana shuni yoqib qo'yish kerak. Va transferni bosasizlar. Transferni bosganlaringizdan keyin sovg'ani o'zi sizlarni blockchain, to есть Telegram hamyonlaringizga o'tadi. Mana bu hamyonlaringiz bor-ku, GetGamesga ulagan. O'sha hamyonga o'tadi. Lekin Telegram profilingizda ham turadi. Bitta muhim joyi bor. Blockchainga o'tkazish uchun Telegramda profilingizda sovg'a kamida 15 kun turishi kerak. 15 kun tursa agar sizlar blockchainga o'tkazishlaringiz mumkin bo'ladi. Masalan, shunday kelib endi mana xuddi o'sha giftni tanlasak, mana shuni hamyonda chiqib turibdi. Lekin o'sha vaqtning o'zida profilimda ham turibdi. O'zimning profilimda o'sha sovg'a turibdi. Endi sovg'a ham GetGames ham o'sha chiqargan hamyoninglar bitta bo'lsa agar, sразу же GetGamesda ham chiqadi o'sha sovg'a. Mana sразу же mana chiqdi o'sha sovg'a. То есть paydo bo'ldi. Endi bemalol buni sotuvga qo'ysanglar bo'ladi. Mana fiksirованная цена, bu yerda narxini yozasizlar, и выставить на продажу qilib yuborasizlar. Hamyonlaringizga xabar keladi, shuni подтвердить qilib yuborsanglar, bo'ldi. Bu ham sotuvda turadi, ham profillaringizda turadi.
Narxini qo'yishdan oldin bir ikkita marketlarni kirib ko'ringlar. Keyin o'zini ko'ringlar necha pulga turibdi. To есть masalan, mana shuni o'zida mana turibdi. Mana masalan mani modelim book order, ustiga bossam kelib chiqadi xuddi o'sha narsa mana. Eng arzon narxi turibdi necha pul. Endi men shu narxdan salgina arzon qo'yishim kerak mana. 869 bilan 708 ni o'rtasida narx qo'yishim kerak. 708 da ham masalan hech kim olayotgani yo'q, hech kim olmaydi. 869 ga ham hech kim olmaydi. Lekin men 869 dan salgina arzonroq qo'yaman. Lekin men bundan 708 dan sal qimmatroq qo'yaman. Va sovg'a tushunganlaringizdek sotiladi, tez sotiladi. Necha pul qo'yamiz? Keyin bir 8,5 qo'yamiz. O'zim rostini aytsam, bu sovg'ani men sotmoqchi emas edim. Reально zo'r sovg'a. Lekin mana shunday bosganimdan keyin сразу же telefonim ochiq edi. Keeper сразу же shunday avtomatik xabar keldi. Shuni подтвердить qilib ko'raman. Bo'ldi mana. Avtomatik tarzda mana 8,5 to'g'ri sotildi. Bot. Sizlarga oddiy misol qilib ko'rsatdim. Sразу aytaman bolalar, yana bitta muhim joy. Botda bunaqa qilib sizlar maslahatda sizlarga endi bu. Redkiroq sovg'alarni sotishlaringiz ma'qulroq. Chunki qimmatroq ketadi. Oddiy florni, musor narsalarni endi bozordan arzon olsanglar, bozordan sal qimmatroq qo'yishlaringiz mumkin. Lekin arzon narsalar flor ketganingiz bilan любой boshqa market bilan plus minus bir xil. То есть bozor narxida olsanglar, bozor narxida botda ham o'sha narsa bo'ladi. Redki narsa bo'lsa agar, botda qimmatroq sotishlaringiz mumkin. Atak arzonroq olishga harakat qilinglar. Nima uchun buni aytmoqchiman? Masalan, GetGames'da real aytaman, vaqti bilan GetGames'da ham hatto arzon sovg'alar bor. Ko'p chiqadi. Просто qarab turish kerak. GetGames bu qimmat joy emas. Bu yerda boshqa auditoriya GetGames'da o'tiradi, tushunasizlar? Masalan, MRKT portalida bitta auditoriya. GetGames'da уже boshqa auditoriya, то есть уже ko'proq auditoriyasi. Salgina boshqa odamlarni ham уже oladi o'ziga. То есть men bu xitoyliklarni masalan deylik. Xitoyliklar ular bilmaydi-da bizani mana bu portals, MRKT degan joylarimizni. Real aytaman, men xitoyliklar bilan gaplashaman. Nima uchun? Masalan, sovg'a sotaman-ku. Sizlarga bitta сразу shu yerda o'zidan bitta fishka. Sovg'a sotaman masalan. Ko'raman kim olgan. Xitoylik. Сразу же yozaman. Yana biroq giftlar kerakmi, profil yig'ib berish kerakmi, boshqa narsa kerak bo'lsa, сразу же o'sha yerda o'zida xizmatlarni taklif qilaman. Bir xil real aytishadi. Mana shunaqa giftlardan yana kerak deyishadi. Bo'ldi deyman, shuni ko'raman, bozorda tiqilib yotibdi-da, o'sha MRKTdami, Pardalsdami, вообще. Shuni olib o'sha yerdan, shuni GetGames'danmi, boshqa joydanmi, shuni primoy o'sha xitoyliklarga sotsanglar bo'ladi. Даже real aytaman, ularga ko'pincha-da, bu ko'pincha bo'lgan narsa aytyapman. Manga narxdan anaqa yo'q deydi, nima deydi? Problema yo'q deydi puldan. Menga shu topib bersang bo'ldi deydi. Endi bu qolgani sizlarning o'zlaringizdan, gaplashishlaringizdan bog'liq. Va nihoyat videomiz yakuniga yetyapti. Hammaga katta rahmat. Bizning Telegram kanalimizga o'tishni unutmanglar. Hammaga katta rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.